Agar telefoningizda begona ilova, shubhali SMS, noma'lum bank xizmati yoki siz tanimagan qarz ilovasi bo'lsa, bu oddiy narsa emas. Bu sizning pensiyangiz, nafaqangiz. Bank kartangiz va shaxsiy ma'lumotlaringizga bevosita xavf tug'dirishi mumkin. Men bugun sizga juda muhim masalani tushuntiraman. Telefon orqali qanday qilib odamning pensiya pullari yechib olinishi, kartasi bloklanishi, nomiga qarz rasmiylashtirilishi yoki firibgarlar uning ijtimoiy to'lovlariga yetib borishi mumkin. Bu gap faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlari, nevaralari, qo'shnilari va qarindoshlariga ham tegishli. Shu videoni hoziroq yaqinlaringizga yuboring, kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bu ma'lumot kimnidir katta yo'qotishdan saqlab qolishi mumkin. Avvallari pensiya olish jarayoni oddiyroq ko'rinardi. Odam pochta orqali pensiyasini olardi yoki bank kassasiga borib, pasport ko'rsatib pulini yechardi. Telefon faqat qo'ng'iroq qilish uchun kerak edi. Firibgarlar ham ko'proq eshikma-eshik yurib hujjat to'ldiramiz, kompensatsiya chiqaramiz, moddiy yordam bor deb aldashga urinardi. Ya'ni xavf bor edi, lekin u ko'proq yuzma-yuz aloqa orqali bo'lardi. Hozir esa vaziyat butunlay o'zgardi. Pensiya va nafaqalar bank kartalariga tushadi. Bank ilovalari telefon orqali boshqariladi. SMS kodlar telefonga keladi. Shaxsni tasdiqlash uchun telefon raqami ishlatiladi. Ayrim xizmatlar mobil ilovalar orqali amalga oshiriladi. Bu qulay albatta. Lekin qulaylik bilan birga xavf ham oshdi. Chunki telefon endi oddiy aloqa vositasi emas. Telefoningiz ichida bankingiz, kartangiz, pasport ma'lumotlaringiz, SMS kodlaringiz, kontaktlaringiz, fotosuratlaringiz va ba'zan elektron hujjatlaringiz bo'lishi mumkin. Men bu yerda bir narsa aniq aytaman. Davlat sizning telefoningizda biror ilova bor deb avtomatik ravishda pensiyangizni olib qo'ymaydi. Bunday gapni qo'rqitish uchun tarqatadiganlar ko'p. Lekin telefoningizdagi ayrim xavfli narsalar sababli firibgarlar sizning pensiya kartangizdagi pulni yechib olishi, sizning nomingizdan qarz olishi, bank hisobingizga kirishi yoki qarzdorlik yuzaga kelib, keyin hisobingizdan majburiy undirish bo'lishi mumkin. Odamlar pensiyamni olib qo'yishdi deb aytadi. Aslida esa ko'pincha pul firibgarlar tomonidan yechilgan. Qarz bo'yicha ushlab qolingan yoki karta noto'g'ri boshqarilgan bo'ladi. Birinchi xavfli narsa, telefoningizda siz o'rnatmagan yoki nomini tushunmaydigan ilova bo'lsa, masalan, test pul, bonus karta, bank himoyasi, davlat to'lovi, pensiya tekshirish, kompensatsiya olish kabi nomlar bilan soxta ilovalar tarqaladi. Odamlar ko'pincha bu davlatniki ekan, bankdan ekan, pul tushirar ekan deb o'ylab o'rnatadi. Ilova o'rnatilgandan keyin u SMS'larni o'qishga ruxsat so'raydi. Kontaktlarni ko'rishga ruxsat so'raydi. Ekranni boshqarishga ruxsat so'raydi. Oddiy odam esa ruxsat bermasam ishlamaydi, shekilli deb hammasiga rozilik beradi. Ana shundan keyin firibgarlar SMS kodlarini ko'rishi, bank ilovasiga kirish jarayonini kuzatishi yoki sizni aldab kerakli tugmani bostirishi mumkin. Masalan, 73 yoshli pensioner ayolga sizga 7,7 ming so'm kompensatsiya chiqdi. Ilovani o'rnating deb havola yuborilgan. U ilovani o'rnatgan. Telefon SMS'larni o'qishga ruxsat berasizmi deganda ruxsat bergan. Keyin bankdan kelgan kodlarni firibgarlar ko'rib, uning pensiya kartasidan 2 million 400 ming so'mni boshqa kartaga o'tkazib yuborgan. Ayol bankka borganda men hech kimga kod aytmadim degan. To'g'ri, u kodni og'zaki aytmagan. Lekin ilovaga SMS'ni o'qishga ruxsat bergani uchun kod firibgarga ko'rinib turgan. Ikkinchi xavf, telefoningizda bank kartangiz rasmi, pasport rasmi, PIN kod yozilgan surat yoki daftar rasmi bo'lsa. Juda ko'p odam kartasining old va orqa tomoni telefonga rasmiga olib qo'yadi. Ba'zilari PIN kodni kontakt nomi ostida saqlaydi. Masalan, Anvar 1234 karta 7777 onam pensiya kodi deb yozadi. Bu juda xavfli. Telefon yo'qolsa yoki kimdir uni vaqtincha qo'lga olsa, bunday ma'lumotlar pulga to'g'ridan-to'g'ri yo'l ochadi. Ayniqsa karta raqami, amal qilish muddati va orqa tarafdagi CVV kodi suratda ko'rinib tursa. Internet orqali to'lov qilish osonlashadi. Uchinchi xavf qarz beruvchi yoki mikroqarz ilovalari. Men bu joyni juda aniq tushuntiraman. Hamma kredit ilovasi ham firibgar emas. Rasmiy banklar va qonuniy mikromoliya tashkilotlari bor. Lekin ayrim shubhali ilovalar odamdan kontaktlarga, galereyaga, SMS'ga, joylashuvga ruxsat oladi. Keyin kichik pul beradi, masalan 500 ming so'm yoki 1 million so'm. Lekin shartlari tushunarsiz, foizi yuqori, muddat qisqa bo'ladi. Odam vaqtida to'lay olmasa, telefon kontaktlarida qarindoshlariga xabar yuborish, qo'rqitish,
sharmanda qilish kabi noqonuniy usullarga o'tishadi. Eng yomoni. Ayrim hollarda odam o'zi tushunmasdan shaxsiy ma'lumotlarni topshirib qo'yadi va keyin uning nomiga boshqa majburiyatlar paydo bo'ladi. Masalan, pensioner erkak nevarasiga telefonni bergan. Nevara o'yin yuklayman deb yo'lda chiqqan reklamadagi tezkor pul ilovasini bosgan. Ro'yxatdan o'tishda bobosining telefon raqami, pasport rasmi va karta ma'lumotlari ishlatilgan. Avvaliga 800 ming so'm tushgan. Keyin bir necha haftada qarz 1 million 500 ming so'mga yetgan. Pensioner men qarz olmaganman deydi, lekin telefon va karta uning nomida bo'lgani uchun isbotlash qiyinlashadi. Shuning uchun telefonni bolalarga berayotganda ham juda ehtiyot bo'lish kerak. 4-xavf begona odamga telefonni tutqazish. Ko'chada, bank yonida, bozor atrofida yoki mahallada kimdir, aka bitta qo'ng'iroq qilib olay. Opa, SMS keladi. Shuni o'qib bering. Telefonim o'chib qoldi deb so'rashi mumkin. İnsoniylik qilib yordam berish yaxshi, lekin telefoningiz bankka ulangan bo'lsa, bu juda nozik masala. Firibgar bir necha soniyada bank ilovasini ochishi, SMS'ni ko'rishi, Telegram yoki boshqa messenjerdan sizning nomingizdan yozishi mumkin. Ayniqsa telefon parolsiz bo'lsa, xavf yanada katta. 5-xavf Telegram, WhatsApp yoki SMS orqali kelgan havolalar. Pensiyangiz qayta hisoblandi, yordam puli chiqdi, kartangiz bloklanadi, soliq qarzingiz bor. Subsidiyaga ariza bering. Bank kartangizni tasdiqlang degan xabarlar kelishi mumkin. Havola bosilganda soxta sahifa ochiladi. U yerda karta raqami, telefon raqami, SMS kod so'raladi. Odam rasmiy saytga o'xshayapti deb kiritadi. Lekin saytning manzili bir harf bilan farq qilishi, g'alati tugashi yoki umuman rasmiy bo'lmasligi mumkin. Men doim aytaman. Davlat idorasi yoki bank hech qachon shubhali havola orqali karta paroli, SMS kod yoki CVV kodini so'ramaydi. Kimlar eng ko'p xavf ostida? Birinchi navbatda pensiya yoki nafaqani bank kartasi orqali oladigan, lekin telefon xavfsizligini yaxshi tushunmaydigan odamlar. Ikkinchidan, telefonida parol qo'ymaganlar. Uchinchidan, bank SMS'larini o'chirib tashlamagan yoki kodlarni boshqalarga aytadiganlar. To'rtinchidan, farzandlari chetda ishlaydigan, yolg'iz yashaydigan pensionerlar. Chunki firibgarlar aynan shunday odamlarga qo'ng'iroq qilib, o'g'lingiz avariyaga uchradi, nevarangiz muammoga tushdi, tez pul o'tkazing deb bosim qiladi. 5-dan, telefonni bolalar va nevaralarga nazoratsiz beradiganlar. Kimlar ortiqcha vahima qilmasligi kerak? Agar siz telefoningizga faqat rasmiy do'kondan ilova yuklasangiz, bank ilovasini yangilab tursangiz, hech kimga SMS kod aytmasangiz, kartaning orqa tomonidagi kodni hech qayerga kiritmasangiz, telefoningiz parol bilan himoyalangan bo'lsa, xavf ancha kamayadi. Lekin men ehtiyotkorman deb tekshirmasdan yurish ham to'g'ri emas. Chunki ba'zan ilova telefoningizda qachon o'rnatilganini ham eslamaysiz. Ayniqsa telefonni boshqalar ishlatgan bo'lsa, albatta tekshirish kerak. Endi qoidalar va istisnolar haqida gaplashamiz. Birinchi nozik jihat. Pensiya kartasidan pul ushlab qolinsa, bu har doim firibgarlik degani emas. Masalan, odamning sud qarori bo'yicha qarzi bo'lsa, aliment, kredit, kommunal qarz yoki boshqa majburiy to'lov bo'lsa, ijro hujjati asosida bank hisobidan pul ushlab qolinishi mumkin. Bunda odam ko'pincha pensiyamni olib qo'yishdi dedi. Lekin sababni aniqlash uchun bankdan ko'chirma olish. Majburiy ijro byurosi yoki tegishli tashkilotdan ma'lumot so'rash kerak. Shunchaki bank xodimiga baqirish bilan masala hal bo'lmaydi. Hujjat kerak. Ikkinchi nozik jihat. Ba'zi odamlar kartani farzandiga yoki qarindoshiga beradi. Bolam yechib keladi. Nevaram ilovadan to'lab beradi deyishadi. Bu oilaviy ishonch masalasi bo'lishi mumkin, lekin huquqiy tomondan qaraganda karta egasi sizsiz. Agar karta orqali pul o'tkazilsa, kredit to'lansa, onlayn xarid qilinsa, bank avvalo karta egasining roziligi bo'lgan deb qaraydi. Keyin men bermagan edim deb isbotlash qiyin. Ayniqsa PIN kodni o'zingiz aytgan bo'lsangiz, javobgarlik masalasi murakkablashadi. Uchinchi nozik jihat telefon raqami kimning nomida ekani. Ba'zan pensioner foydalanayotgan sim karta o'z nomida bo'lmaydi. Masalan, raqam o'g'lining, kelinining yoki boshqa odamning nomida. Bank, davlat xizmatlari va SMS tasdiqlash shu raqamga bog'langan bo'lsa, raqam egasi almashsa yoki sim karta qayta chiqarilsa, katta muammo tug'ilishi mumkin. Shuning uchun pensiya kartasi va bank ilovasi bog'langan telefon raqami imkon qadar pensionerning o'z nomida bo'lishi kerak. Agar raqam boshqa odam nomida bo'lsa, aloqa operatoriga borib,
qonuniy tartibda rasmiylashtirish masalasini ko'rib chiqing. 4-nozik jihat, telefonimda virus yo'q, chunki u yangi degan fikr noto'g'ri. Yangi telefon ham xavfsiz bo'lmasligi mumkin. Agar siz unga shubhali ilovalarni o'rnatsangiz yoki eski telefoningizdan hamma ma'lumotlarni tekshirmasdan ko'chirsangiz, ba'zi zararli ilovalar o'zini oddiy kalkulyator, fon rasmi skaner, tozalagich, bepul internet, qo'ng'iroq yozuvchi yoki klaviatura sifatida ko'rsatadi. Ularning asosiy maqsadi telefonni yaxshilash emas, ma'lumot yig'ish bo'lishi mumkin. 5-nozik jihat, rasmiy ko'rinadigan qo'ng'iroqlar. Firibgarlar o'zini bank xodimi, pensiya jamg'armasi vakili, soliq xodimi, prokuratura, ichki ishlar yoki mahalla mas'uli deb tanishtiradi. Ular odatda shoshiltiradi. Hozir aytmasangiz kartangiz bloklanadi. Hozir kodni bermasangiz pulingiz kuyadi. Hozir tasdiqlamasangiz pensiyangiz to'xtaydi. Men sizga mutaxassis sifatida aniq mezon beraman. Kim sizni shoshiltirsa, qo'rqitsa va SMS kod so'rasa, u ishonchli odam emas. Rasmiy tashkilotlar muhim masalani havola bostirib yoki kod so'rab hal qilmaydi. Endi nima qilish kerak? Men sizga oddiy, lekin juda muhim tekshiruv tartibini aytaman. Birinchi qadam, telefoningizdagi ilovalar ro'yxatini oching. Android telefonlarda sozlamalar, keyin ilovalar bo'limiga kirasiz. iPhone telefonlarda settings. Keyin ilovalar ro'yxatini ko'rasiz. Nomi tushunarsiz, o'zingiz o'rnatmagan, keraksiz, ayniqsa pul, kredit, bonus, tozalash, xavfsizlik, skaner, VPN, klaviatura yozib olish kabi ilovalarni tekshiring. Agar nima ekanini bilmasangiz, darhol ochib karta ma'lumoti kiritmang. Avval farzandingizdan, ishonchli mutaxassisdan yoki bankning rasmiy xodimidan so'rang. Ikkinchi qadam, ilovalarga berilgan ruxsatlarni ko'ring. SMS, kontaktlar, kamera, mikrofon, joylashuv, galereya va maxsus imkoniyatlar bo'limlariga e'tibor bering. Ayniqsa accessibility yoki maxsus imkoniyatlar ruxsati juda nozik. Zararli ilovalar shu ruxsat orqali ekranni kuzatishi, tugmalarni bosishi yoki ma'lumotlarni o'qishi mumkin. Agar oddiy fon rasmiy ilovasi SMS o'qishga ruxsat olgan bo'lsa, bu juda shubhali. Agar kalkulyator kontaktlaringizni so'rasa, bu ham normal emas. 3-qadam. Telefoningizda karta rasmi, pasport rasmi, PIN kod, SMS kod, bank paroli, plastik karta orqa tomoni rasmi bor yo'qligini tekshiring. Galereyadan bunday rasmlarni o'chiring. Agar hujjat rasmi kerak bo'lsa, uni hamma ko'radigan joyda saqlamang. PIN kodni kontaktlarga, eslatmalarga yoki qog'ozga karta kodi deb yozib qo'ymang. Eng yaxshi yo'l, PIN kodni yodlab oling, unutib qo'ysangiz bank orqali yangilang. 4-qadam. Bank kartangiz bo'yicha SMS xabarnoma yoki ilova bildirishnomalari yo'qilgan bo'lsin. Har bir kirim-chiqimni ko'rib boring. Agar 10 000 so'm ham siz bilmagan joyga yechilsa, mayli kichik pul ekan demang. Kichik yechimlar ko'pincha katta firibgarlikdan oldingi sinov bo'ladi. Bankka darhol qo'ng'iroq qiling. Kartani vaqtincha blok qildiring va operatsiya bo'yicha izoh so'rang. 5-qadam. Agar shubhali ilova topilsa, uni o'chirib tashlashning o'zi ba'zan yetarli bo'lmasligi mumkin. Avval internetni o'chiring, bank ilovalaridan chiqing, kartani bank orqali blok qildiring yoki limitlarni nolga tushiring. Keyin ilovani o'chiring. Telefonni antivirus yoki xavfsizlik tekshiruvidan o'tkazing. Juda jiddiy shubha bo'lsa, muhim ma'lumotlarni saqlab, telefonni zavod sozlamalariga qaytarish kerak bo'lishi mumkin. Buni bilmasangiz, ishonchli servisga boring. Lekin telefoningizni va parollaringizni begona odamga nazoratsiz bermang. 6-qadam, bankka murojaat qilish tartibi. Agar pensiya kartangizdan pul yo'qolgan bo'lsa, darhol bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling. Raqamni Telegramdagi xabardan emas, kartaning orqasidan, bankning rasmiy saytidan yoki bank filialidan oling. Kartani blok qildiring. So'ng bankdan hisob varaqlar bo'yicha ko'chirma so'rang. Qaysi vaqtda, qaysi summa, qaysi yo'nalishga ketgani yozma ravishda oling. Agar operatsiyani siz qilmagan bo'lsangiz, bankka yozma ariza bering. Arizada sana, vaqt, summa, kartaning oxirgi raqamlari, hodisa qanday bo'lganini aniq yozing. 7-qadam. Huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qiling. Agar firibgarlik alomati bo'lsa, ichki ishlar organlariga ariza yozing. Arizaga bank ko'chirmasi, SMS screenshotlari, qo'ng'iroq raqamlari, Telegram yoki WhatsApp yozishmalari, havola manzili, firibgar yuborgan rekvizitlar bo'lsa, hammasini qo'shing. Pulim ketdi deb umumiy aytish yetmaydi. Dalil qancha aniq bo'lsa, tekshiruv shuncha samarali bo'ladi. 8-qadam. Agar pul qarz yoki ijro bo'yicha ushlab qo'lingan bo'lsa,
Bankdan ushlab qolish asosini so'rang. Qaysi tashkilot talab qo'ygan, qaysi ijro hujjati asosida qancha summa, qaysi sanadan boshlab ushlab qolinmoqda, bularni aniqlang. Keyin majburiy ijro byurosi yoki tegishli organ bilan bog'laning. Agar qarz sizniki bo'lmasa, e'tiroz yozing, hujjatlarni talab qiling. Agar qarz bor bo'lsa, to'lov jadvali. Ushlab qolish miqdori va qonuniy chegaralar bo'yicha maslahat oling. 9-qadam yaqinlaringiz bilan aniq qo'yda kelishib oling. Ota-onangizga yoki buvingizga shunday deb tushuntiring. Hech kimga SMS kod aytilmaydi. Kartaning orqa tarafidagi 3 xonali kod aytilmaydi. Telefon orqali kelgan havola bosilmaydi. Begona odam aytgan ilova o'rnatilmaydi. Bank xodimi deb qo'ng'iroq qilgan odam bilan tortishib o'tirilmaydi. Darhol telefon qo'yiladi va bankning rasmiy raqamiga qayta qo'ng'iroq qilinadi. Bu qoidalarni bir marta emas, bir necha marta eslatish kerak. Chunki firibgarlar aynan vahima va shoshilinch vaziyat yaratib odamni adashtiradi. 10-qadam. Telefonni texnik himoya qiling. Ekranga parol qo'ying. Faqat BIMBIG IN1, BIM2 34 yoki tug'ilgan yil bo'lmasin. Bank ilovasiga alohida parol yoki biometrik himoya qo'ying. Ilovalarni faqat rasmiy do'kondan yuklang. Telefon tizimini yangilab boring. Noma'lum manbalardan ilova o'rnatish ruxsatini o'chirib qo'ying. Bank kartangizga internet to'lov limiti, kunlik o'tkazma limiti va naqd yetish limitini moslab qo'ying. Pensioni odamga har kuni katta limit kerak bo'lmasa, limit pasaytirish xavfini kamaytiradi. Men bugun sizga qo'rqitish uchun emas, ogohlantirish uchun gapiryapman. Telefoningizda shubhali ilova, begona havola, saqlangan karta rasmi, PIN kod, qarz ilovasi yoki SMS o'qishga ruxsat olgan noma'lum dastur bo'lsa, pensiya pulingiz xavf ostida qolishi mumkin. Davlat oddiy ilova uchun pensiyani avtomatik olib qo'ymaydi. Lekin firibgarlar va noto'g'ri rasmiylashtirilgan qarzlar odamni real zarar ko'rishiga olib keladi. Hozir videoni tugatgach, telefoningizni tekshiring. Ota-onangiz, buvingiz, bobongiz, yolg'iz yashaydigan qarindoshingiz telefonini ham birga ko'rib chiqing. Shubhali ilovani o'chiring, kartani himoya qiling, bank ko'chirmasini tekshiring va hech kimga SMS kod bermang. Kommentariyada yozing. Sizga ham shunday shubhali qo'ng'iroq yoki xabar kelganmi? Boshqalar ham ogoh bo'lish uchun tajribangizni yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring.